Bilan Xushnudaka biz bomish hayotining ikkinchi qismi merni topishimiz kerak. Mer qansiz? Mer hamma uyga kirgan. Uyimga kirishim kerak. Mer qani ekan? Nima qilyapsizlar men joyida? Yo'q, hech narsa qilmayapmiz. Chiqinglar, mer kelib qoladi. Chiq. Menga farqi yo'q. Chiqmasang ham, chiqsang ham. Alo. Xushnudaka, sen bankomatga borib, pulingni yechib ol. Xo'p. Men pulimni yechib olaman. Bankomat qaniydi? Mana bu yorug' uy bankomat bo'lsa kerak. Qayerdan yorug' kelyapti mana? Buni olib bu tarafga qo'yib qo'yaylik. Mana shu yerdan yechamiz. Tut. Do'stlar, pulimizni yechib oldik. Endi merni oldiga boramiz degan. Voy, bu berishim-ku. Voy, bu hamma narsani ishim. Voy, bunaqa bor edi. Demoqchi edim, bu yoqdagina chiqib ketibdi. Pulimizni ham yechib oldik. Endigina navbat qishloqlardan qaranglar do'stlar. Mana bu qishloqqa, uyimga kirma. Chiq. Nima qilyapsizlar meni uyimda? Militsiyaga berib yuboraman hozir. Telefon qilishga telefonim ham yo'q. Men nima qilaman? Tursin. Sot keraksiz narsalarni sotsa bo'ladi aytganda. Buni sotamiz va bo'ldi, mana shu ikkovini sotamiz. Mana shu ikkalasini sotib bo'lib, do'stlar, mana shu yerga sotaman. Mana shu yerga talab qo'yib, karta raqamimni aytaman. Karta raqamimni qo'yib qo'yaman. Kartamda pul ham yo'q, faqat naqd pulim 6400 bo'ldi. Kechagi ishlagan pulim bu. Lekin yomon pul kerak bo'lyapti hozir. Joy berdi. O kartamga nimadir keldi. Yana 5000 beribdi. Yo'q, 6400 beribdi yana. 12800 bor menda endi. Endi bankomatga kirib pulimni yechib olaman. Mana shu bankomat. Yana do'stlar, yechib oldik pulimizni. 6400. Endi bu 6400 ga kiyim do'konda kiyim sotib olsam bo'ladi. Men u qo'shni qishloqda faqat borib bo'lib kiyimimni sotib olib video qo'shaman do'stlar. Xullas do'stlar, avtobus to'xtamadi, meni olib ketmadi. Qo'shni qishloqqa ham bora olmadim. Kiyim ham sotib ololmadim. Endi nima qilaman? Endi bu qishloqlardan Hoy, Xushnudaka. Xo'p, nima bo'ldi? Eshitdingmi? Men seni ishdan bo'shatdi. Nimaga? Sen ishlamayotgan ekansan. Voy do'stlar, endi ishimizda ham bo'shaldik. Ishim ham yo'q endi. Endi nima qilaman? 2800 dollarim bor. Endi nima qilaman?
Endi nima qilaman? Bitta olmam bor yeyishimga. Endi nima qilaman? Endi ishlashim kerak. Hoy, ish bormi qishloqlar? Yo'q, o'zim ham ish topolmayapman. Voy, endi nima qilaman do'stlar? Uyimni ham tortib olmasa bo'ldi. Ijara pulimni ham to'laganim yo'q. Voy, Shunta meni olib kel. Hozir boraman. Bu uyni egasi tortib olmasa bo'ldi uyimni. Ha, nima deysan? Uydan tezdan chiqib ket. Ijara pulni ham to'lamayapsan. Boshqa qo'yaman. Voy do'stlar, endi nima qilamiz? Mer qani ekan, mer? Voy, endi bu narsalarimni olaman. Bu kerak-da, men nima qilgan bo'laman endi? Chiqib ketaman. Nima qilardim boshqa? Nima ham qila olardim? Yana chiqib ketib, boshqa yerdandir uy qurib olaman. Voy. Endi ana bu yerdagi tepalikka kichkinagina bir uycha qurib olaman. Yoqqa birikta qishloq boradi, faqat uyimni boshqa boshlar tortib olmasa bo'ldi uyimni. Qayerda? Mana shu yerdan quraman do'stlar. Ham tinchgina, ham hech qanday bomish kelmasa kerak bu yerga. Endi kichkinaroq kichkinaroq qurib yaxshigina uy qurib. Voy, yana shu yerga qo'yilib ketdi do'stlar. Bugun omadim uncha kelmayapti. Yetsa bo'ldi do'stlar. Yetmasa nima qilamiz? Kechasi sovuq bo'lyapti. Hech narsa qila olmayman. U ortib ham qoldi do'stlar. Endi tomini yopsak bo'ldi. Tomini bittagina ortib qoldi. Mana bu yerdan teshmaganimda umuman ortib qolmas ekan. Endi poliga nima qo'yishim ekan? Bu qora daraxtning chopilgan taxtasini qo'yamiz. Ilib bizga ortib ham qoladi. Undan eshik yasaymiz. Har xil narsalar. Endi kravat uchun endi verstak yasay olamiz do'stlar. Verstak yo'q. Eshik yasay olaylik birinchi do'stlar. Mana bu yerga va bu yerga yo'q qo'ymaymiz. Mana oldik. 2 dona qoldi va bu yerga nima qo'yishim ekan?
Mana. Bundan qo'yamiz. Endi sanduq yasab, sanduqni ichiga birlikda keraksiz narsalarni solib qo'yamiz. Ular ham keyinroq kerak bo'lib qoladi. Pulni solib qo'yaman. Pul hozir kerak emas. Bu bir donani yo'q. Birikta olib qolaman. Menga 4 tagina yetadi. Bu endi do'stlar biz qo'ylardan ozroq o'ldirib vahshiy emasmiz biz do'stlar. Joni kerakda, faqat bizda qayti yo'q. To'xtanglarda, qayti yasasak bo'ladi. Ay, yo'qolinglar meni uyimni oldidan. Nima qilyapsizlar? Bo'lmishlar bo'lmasa bo'ldi. Mana yasadik. Sir. Ana. Endi bizga qo'y kerak. Ko'rdim. O'zi qo'yma, qo'y ekan. Qo'y dilingdan bermasang bo'lmaydi menga. Nechta voy bitta berdi bu ham. Aksiga olib bitta berdi. Avval oladigan qo'ylarimda 2-3ta beraydi. 2ta berganda ham mayli edi. Voy, qishloqmi? Voy do'stlar, qishloq. U yerga ham borib ko'ramiz. Voy, qishloq topdim. Qishloq deb shuni aytdim. Do'stlar, unga borib ko'ramiz. U yerdan bir ikkita narsalar, qo'y ham bor ekan. Qo'ylarni jonini olib, uyimga bir ikkita narsalar ham olib ketsam bo'ladi. Politsiya meni uyimni topolmaydi. Chunki deganda meni uyim tog'larning ichkarisida. Qo'y baxti. Ikkita berdi. Yo'q, 3ta berdi. U yetadi. Yetganda qandoq? Aholi ham juda ko'p ekan. Bu yerni meri yaxshi bo'lsa kerak.